Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, ko'rayotganingiz siz tarixni bilasizmi ko'rsatuvi. Bu ko'rsatuvimizning ishtirokchilari tarixga qiziqqan barcha yurtdoshlarimiz, ya'ni siz ham. Biz hozir poytaxtimizning so'lim joylaridan biridamiz va bu yerda yurgan yurtdoshlarimizning bilim va qiziqishlarini siz bilan birgalikda sinovdan o'tkazamiz. Siz tarixni bilasizmi? Qani ketdik. Meni ham yordamlashaman, xo'p? Xo'pmi hali? Maylimi? Savol bilan javob bermang-da, o'shading bo'ldi. Shu mana Amir Lahatxon. Menimcha o'qiymiz, ishlaymiz. O'qiymiz. Qaysida o'qiymiz? Websterda. Jam yaxshi, nechinchi kurssiz? 3 man. Birinchi kurs tugatdingizmi yo endi o'qiysizmi? Hozir tugatdim. To'g'ri savollarga to'g'ri javob bersangiz, mana shu sovg'ani sizga sovg'a qilaman. Bo'ldi. Yaxshi. Lola? Ha, Hilola. Qarang, charchabmanim. Siz oldin kamerani o'chiring deb podgotovka qilayman bilan. Agar ba'zi bir savollar meni qayerda ko'rgan bo'lsangiz, Qarshida ko'rgan bo'lsam kerak edi. Qarshida? Ikkinchi akademik litseyda o'qimaganman. Ikkinchi litseyda o'qiganman. O'shanda ko'rganman. Voy, xotiralari zo'r ekan. Qo'rg'on kimga tegishli bo'lgan? Qo'rg'on biz bobolarimizga tegishli bo'lgan. Amir Olimxon davrida Buxoroning so'nggi amiri kim bo'lgan? variant bera qoling. O'ylab ko'ring balkim. Uncha esimda yo'q, tarix yaxshi o'qimagan. Amir Lahatxon, Amir Olimxon, Xudoyorxon, Umarxon. Amir Lahatxon. Bilmadim, bitta variantga to'xtaling, o'shandan keyin to'g'ri-noto'g'ri aytaman. Savol bilan javob bermang-da, o'shading bo'ldi. Shu mana Amir Lahatxon. Menimcha. Yurak barlarim ezilib ketdi dedi axir. Odamlarda yurak boshqa tomonda bo'ladi. Mayli, bu tomonda bo'lsin. O'zi tarixdan nolman. Voy yore. Topgan bahonangni qara. Yaxshi, variant berib ko'raman. Amir Olimxon davrida Buxoroning so'nggi amiri Amir Lahatxon, Amir Olimxon, Amir Umarxon, Amir Baydullaxon. Qaysi biri? Amir Umarxon. Amir Umarxon degan variantda qolamizmi? Mana shu variantda qolaman. Variantlar: Amir Lahatxon, Amir Olimxon, Amir Umarxon, Amir Muzaffarxon. Qaysi biri? To'g'risi bilmadim. Variant berdim-ku, bittasini tanlang-chi. Savolga diqqat qiling faqat. Amir Olimxon davrida Buxoroning so'nggi amiri kim bo'lgan? Umarxon. Amir Umarxon, Amir Olimxon, Amir Lahatxon, Amir Muzaffarxon. Umarxon bo'lishi kerak. Shu fikrda qolamizmi? Xato bo'lsa-chi? Bilmadim, shunaqa deb o'ylayman. Shu fikrda qolasizmi? Savolga diqqat qiling dedim-ku axir. Keyingi savolga o'taman. Maktab bitirganim ancha bo'lgan, esimdan chiqib ketdi o'zi. Agar siz bizning savollarimizga diqqat qilsangiz, balkim javob savolning o'zida bo'lishi ham mumkin va savollarim juda ham qiyin emas. Bemalol javob berishingiz mumkin bo'ladi. Qiynalsangiz mendan variant so'rashingiz mumkin. Demak, savolni takrorlayman. Amir Olimxon davrida Buxoroning so'nggi amiri kim bo'lgan? Amirxon o'zi bo'lgan shekilli. Savolingizga o'zi javob berasiz sirazi. So'nggi amiri. Amir Temur bo'lgan. Bilmadim. Amir Olimxon davrida Buxoroning so'nggi amiri kim bo'lgan? Variantlar berib ko'raman. Amir Olimxon, Amir Umarxon, Amir Lahatxon, Amir Muzaffarxon. Qaysi biri? Amir Olimxon. Bilmadim. Amir Olimxon. Shunaqa? Taxminmi? Qarang, Amir Muzaffarxon, Amir Lahatxon, Amir ya'ni kim dedim? Amir Umarxon, Amir Muzaffarxon, Amir Lahatxon, Amir Olimxon deyapman. Qaysi biri to'g'ri? Amir Olimxon to'g'ri.
Amir Olimxon davrida Buxoroning so'nggi amiri kim bo'lgan o'shanda? O'shanda Amir Yusufxonmi? Bilmadim. Amir Yusufxon. Hechqisi yo'q do'stim. Hechqisi yo'q. Sen anoyi va pokiza zotsan. Buxoroni Amir Olimxon davrida Buxoroning so'nggi amiri. Nima uchun Amir Olimxonning o'zi bo'lganda, agar Amir Olimxonning o'zini payti bo'lsa, Davri bo'lsa? da. Barakalla. Bo'lar ekan-ku azizlar, shunaqa javob bersa. Boyadan beri mendan variant so'rashadi. Rosa qiynashadi. Amir Olimxon. Nega o'zi bo'lgan demadingiz? Amir Olimxon davrida Buxoroning so'nggi amiri kim bo'lgan? Amir Olimxon davrida Buxoroning so'nggi amiri kim bo'lgan? Qarangiz. O'ylashning hojati yo'q, chunki savolimizda o'zi javobi turibdi, tayyor turibdi-da. Diqqat bilan eshitsangiz bo'ldi. Amir Olimxon davrida Buxoroning so'nggi amiri kim bo'lgan? Amirxon o'zi bo'lgan. Shunaqa javob berish kerak. Amir Olimxon